O'chiring, o'zi bachchani zo'rg'a uxlatdim. Yuting. Hay bola, uydamisizlar? Nameram yaxshimi? Aya, dada, sekin gapiringlar, kichkina uxlayapti. Ha, bularning uyida biz zvuk bo'lishimiz kerak. Bolam yaxshimi? Bolalarim yaxshimi? Qizingiz aylanib ketdi. Qaniylar, homin. Biz zvuk. Tinchlik o'tirjam deyapsiz. Solyog'ochdan Dada realmisiz, ba'zidamisiz? Onayni yerima. Sekin gapirib ukang uxlayapti. Bormariqqa. Qani ovozini ko'tar, qani buni. O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Kampir bularni tili siriyam bezovchni ya'ni. Chin eshitaylik, nima yangilik ekan? Madaniyat va san'at sohasi vakillari bilan uchrashdi va ijodkorlarga ko'plab sharoitlar yaratib berdi. 2026-yil 1-iyuldan boshlab har yili 1000 nafar san'at va madaniyat vakillariga birlamchi bozordan kvartira olish uchun ipoteka krediti ajratdi hamda boshlang'ich to'lovning 50% davlat tomonidan qoplanadigan bo'ldi. Ana inson qadri. Yurtboshimizni san'at, madaniyat xodimlariga bergan e'tiborlarini qarang, kampir. Sut, qatiq. O'chirmoqsingni. Bezuq gapir, bolam uxlayapti. Zinakni ko'rmadingmi? Qanaqa zinak? Sut, qatiq, qaymoq, chizmalarga. Er chaqirganda ayol kishi kemas. O zo'r video ekan. Xotinga tashlab qo'yay. Mana. Homilador ayollarning erlari qilishi mumkin bo'lmagan 5 ta xatolik. Zo'r video chekkan. Erimga tashlab qo'yay, zo'r ahvolimni tushunsalar. Biz aytamiz ayollarga, "Hoy, eringni telefonni kavlama." Uxti, yomon zo'r videolar chiqyapti-da, katta xotinga. Bolangiz uchun zararli bo'lgan top 3 ta dori. Dadasi, bachalagan shu dorini bermaslik kerak ekan. Qarang, video tashladim. 3 yoshdan oshgan bolalar uchun neyrogimnastika mashqlari. To'xta, sirasi xotinga tashlab qo'yay. Xotin mana videoni ko'rdi, bolani kuniga mana shu mashqlar bilan shug'ullantirgan, xo'pmi? Xonsaroyning Muhabbat shahar loyihasidan 2 xonali uylarni boshlang'ich to'lovini 3 ga bo'lib xarid qiling. 41 million so'mdan tushayotgan. Dadasi, qarang, uy olaman deyotganmiz, zo'r variant chiqib qoldi, bosib olish kerak. Agar biz sizning oyoqlaringiz surunkali ravishda og'riyotgan bo'lsa, O, kakras kampirda oyog'i og'riyapti, tashlab qo'yay. Kampir shu doktorni ko'rchi, если что shunga olib boraman. Bugungi darsimizda bomdod namozini to'liq o'qishni o'rganamiz. Boboyga tashay. Boboy, boshlasangiz ham bo'laydi. Yosh ham bitta joyga yetib qoldi. U yo'qni ham o'ylang. Iye, chol, telefonga berilib qarib qopmiz-ku. Shuncha umr qanday o'tdi? Kampir, shuncha umr bir-birimizga video tashlash bilan o'tdi. Zayka umr. Umr o'tar, vaqt o'tar. aka nima qilyapsiz? Aboy tanlayapman aka. Uyda 2-3 yosh bola bor. O'sha devorga aboyga rasm chizib tashlaydi-yu. Ketmaydi bir ikkitalarda. O'sha ketadimi yo'qmi ko'rmoqchiman. Ketsa olaman. Bemalol aka, marker bilan chizsangizam mayli. Bizda sifatlar bor. Hammasi ketadi aka. Yo'qmi? Mo'yish aka. Gadi. Boshqacha variantlar ham bor. Bor, yuringda aka. Najim aka, bizni o'tmoq telefonimizda 400 xilga yaqin aboylar bor. Xitoydan pirmoy birinchi qo'l o'zimiz olib kelamiz aka. Respublika bo'yicha 30 ga yaqin do'konlarimiz mavjud aka. Hozirgi kunda respublikamizdagi barcha do'konlarda juda katta aksiya ketyapti aka. Oldinlari mana 150 mingdan sotilgan aboylarimiz hozirgi kunda 80 ming so'm aka. Mana 200 mingdan sotilgan aboylarimiz 130 mingdan qilib qo'yganmiz aka. 130 ming, zo'r. Конечно aka, bo'lsa xalqqa bo'lsa mazza qilsin xalq. O'zining narxidan ham past aka. Aka, anaqa bir kosa ovqat yo'qmi? Qo'lni ochdimi aka? Yo'q, anaqa uyda yosh bolalar bor-ku, aytdim. Ovqat yeganiga qo'lni yuvmasdan kelib aboyda bunday ushlab tashlaydi-yu. O'sha paytda izi ketadimi, yo'qmi yo'qdi? Javob aka ketadi. Ushbu aksiyamiz respublikamizdagi barcha do'konlarimizda qandillarga ham amal qiladi. Premium kачестводagi qandillarimiz 99 mingdan boshlanadi, brat. Zo'r. Aka, ko'ptoq yo'qmi, ko'ptoq do'ppi, ha? Nima qilasiz do'ppini? Shu do'ppi bo'lsa, ana shu bir tepib ko'rmoqchiman-da, qani listralar sinadimi yo'qmi? Endi bizning bachalar shu yoqda shu oladi, tarang tepadi, sindirib tashlamasin deb. Endi puliga kuymaydi deyman, shuncha remont qilib.
aka sizga bitta cho'tki maslahat beraymi? Xo'sh. Shu bolalaringiz katta bo'lgandan keyin remontni boshlagan ekan. Aboyni tanlab bersam, unday deysiz, qandilni tanlab bersam, bunday deysiz. Pulga kuymaysiz aka, bolalaringiz katta bo'lgandan keyin boshlasangiz. Ha, to'g'ri aka. Bo'ldi, men unda bachalar katta bo'lgandan keyin sizni oldingizga kelaman, hami? Lekin aksiya tugab qolishi mumkin-da. Shu o'ylamabmiz-ku. Endi nima qilamiz? Tanishlaringizga ayting, tanishlaringiz kelsin. Ha, qayergalar? Tashkent Indexga. Ha, bo'ldi, unda men tanishlarga aytaman, bo'pti. Keling, siz o'qisa hamma biladi.